pul tashlashga qiynaldik. Kimdir boradi o'sha bibliotekani boshqa joyda firmalarda bankka borib, bizdan plastik kartochka olsa, ular to'g'ridan-to'g'ri o'sha plastik kartochkasiga tashlab beriladi. Qancha foiz olib Bizlar olmaymiz uni. Uni ular oladi, ular belgilaydi, lekin o'sha bizdan ochilgan bank plastik kartochkasiga to'g'ridan-to'g'ri tushadi. Xohlasa borib valyuta yechib olib qaytadi, xohlasa so'm qilib so'm ishlatadi. Foiz endi ular jo'natayotgan Yani sanat ekranında kartınız olsa o'zingiz olishdan turib to'lashingiz mumkin. Prem telefondan to'laysiz, O'zbekiston kartasiga pul solasiz, she'rdan turib to'laysiz, shapka oladi. Unasi muammo emas hozir. Siz qarzingizni tekshirasiz, rossiyskiy sim kartangiz yoki pasportingiz jeshini terasiz, shapka qarz. 25% kreditga o'zini hal qilish kerakmi? Hech qilib bo'lmaydi. Просто kartaga Bundan tashqari yana bitta kreditimiz bor. Prezidentimiz 312-sonli qarorlari bor. O'sha 312-sonli qarorda 100 million so'mgacha kreditlar garov ta'minotisiz beriladi. Kafillik asosida unda kamida bir yil faoliyat ko'rsatgan bo'lish kerak yoki bo'lmasa oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib, ana shu joylardan birinchi gapirmoqsizda. Ana shundan 100 million so'mgacha garovsiz olinadi. 100 milliondan yuqoriga 300 million so'mgacha garov ta'minoti ta'min qilishga to'g'ri keladi. Mana garov. U turar joy bo'lsa bo'ladimi? Yo'q, turar joy bo'lsa qabul qilmaydi. Yuridik shaxslarga o'sha yuridik shaxsdan kamida bir yil faoliyat ko'rsatgan Foiz bo'lishi qancha? 20%. Yuridik shaxsni aborot kerakmi? Shu joyga. Endi qisman aborot bo'lsa bo'ladi. Aborot bo'lmasa bo'lmaydi. Aborot qisman aborot qilgan bo'lishi Rais kerak. siz Bir yil davomida shotizdan 1 so'm bo'lsa ham pul aylangan bo'lishi kerak. Yadetda yuridik jismoniy shaxs bo'ladi. Yo'q, jismoniy shaxs agar oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib o'z vaqtida yopgan bo'lsa, o'shanga bersak bo'ladi. U ham faqat yuridik ochishga to'g'ri keladi. Ha, ochishga to'g'ri keladi. Bu degani oxirgi bizdan chiqqan kreditlarda. O'sha bunaqa qilgan bo'lsa, Istoriyasida, istoriyasi ko'riladi. Shunday Skorim ko'rib yaxshi bo'lsa beradi. Shunchalar oldin ham shu musulmonlardan ham olganmiz, kelganmiz onlarga, o'sha yozdan qo'ygan. Bundan olganmiz Hasandan, Agrobankdan olganmiz. Yana kredit olaman desangizlar, masalan, yo'q, beradi, musulmonlar ishlarida. olaman degan tushuncha beramiz, boramiz mahallaga, ta'minimiz mahallaga. Faqat bitta narsasini tushunmadim. Hamma narsani qo'l qo'yib o'tkazdik, lekin 2 kun pul tashlab berdim. 2 kun sarson bo'lgan bu. Ana shu masalani bunday narsada ana hamma narsa elektron mijoz-ku. Endi bizlarga yaqinda o'tdi. Yani oilaviy tadbirkorlik oldin oilaviy tadbirkorlik bizda emas edi. Platformani to'g'irlab oldi. Shuni hisobiga bir kun 2 kun vaqt ketyapti-da.